Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz obunachilarimiz. Monza izlab yurgan yurtdoshlarimiz uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan qora rangda ideal sostavda Monzamiz sotuvga keldi. Yumshoq palvlar qo'yilgan, trekker 2 diskalar, redline vipiska, kraskalar top-toza, mashina benzinda 57 000 km yurgan. Mana salon qismi. Salon qismi ideal sostavda, ko'jalar ham cho'tki yo'q turibdi. Kraskalarni ham tez ko'tarib, probeklarni ham proverka ettirib asosda bo'ladi bemalol. Xullas, narxini agardan bo'lsak 200 million so'm aytilishi ustunda kelishiladi. Hamma variantlar avtokredit faqat Xorazm propiskaga chiqadi. Где-то bir 25-30 million atrof chiqadi. Qolgan ma'lumotlarni video ostida telefonim bilan yozib qoldiramiz. Telefon qilib bilib olsangizlar bo'ladi. Bemalol murojaat etib kelaverasizlar. Monza izlab yurgan yaqin jo'ralaringiz bo'lsa shu videoni tashlab qo'yinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.